Ulan bugün ben Smallbook Blogger'ca bugün Grow Garden'de ikinci kısmı yani mana bu oyunda ikinci kısmını oynayamiz. Biz juda katta narsalar yig'ib oldik o'zimga gullar mana masalan tepamda 10,000 litrliyam bor asal ko'tarib olganman. Mana juda katta mo'si. Mana mo'nisi ham bor. Qurol. O'si ham bor. Qani bu ani ko'raychi. Bundan nechta kuan bacon 630 olaylichi ko'ramiz. Voy 44 minglik bu. Bu axir juda katta-ku. Mana sherigim qani? Mana sherigim o'yindan chiqib ketdimi? Sherik. Mana bu yerda yonimda edi o'zi. Chiqib ketdi. Qani? Aytan nupuru. Video qilyapman. Oy. Shunchaki bunga ahamiyat bermaymiz. Bunda bitta rainbow bor ekan xolos eng kuchligi. Menda eng kuchligi katta, juda katta. Eng kuchlilardan biri ana. Bu meni bazam emas ekan. Bu kuchli ekan. Shunchaki mana meni bazam. Ana juda katta meni bazam. Mana mo'nim eng kuchlisi meni. Meni mashinam eng kuchli ketyapti hozir. Chalga mana. Mana bu yerdagi sabzi rangda qilyapti. Ana. O'sha Titanic. Juda katta. Aralar ochishim kerak ko'proq. Qani asal to'xtinglar. Asallarni olib kelay. Asallarni uydan olib kelayda. Tak. Ona 174 mingta asal. Voy, o'zimdan kattami bu? Sotib ketdim, sotib olaman buni. Sotsam qancha pul yig'ar ekan? 570 pul yig'di. Qarang. Bu juda katta pul. Qani 570 ming dollar ekan. Bu juda katta pul. Nimaga bularda pulim yetadi olmayapti savol. Men unda boshqalarni ham olaman. Ana olg'a. Uyimda ham olib ketaveraman. Bu boshqa odamda uy ekan. Mana meni uyim. Mashina qilib ketaveraman. Mana meni uyim. Kimdir ana. Men magazinda edim. Uyga qaytib qoldimmi? Deyish mumkin-da shetda. Tak. Qo'y. Juda kichkina ular ekan. Yaxshi mana bu yerga qo'yib qo'yamiz. Mana shu yerda. Tak. Qo'y. Bularni tezlashtir. Menga tezlashtirmayapti. Bu kattaribdi. Bu ham. Bular tez kattaryapti. Qani mo'yisdan chiqdimi? Bu qani. Bular ham esdan chiqib qoldi. Nimalar chiqargan arilarim.
+82 ko'tarilibdi, yaxshi. Buni ham ochaman. Ana yana bitta ochdi. Qani endi qolgan adullar, ya'ni inventarimdagi gullar ni qo'yaman. To'rimda qancha gullar bor? Maytga qo'yaman, ekib qo'yaman, ya'ni ekaman. Tezroq kattarsa zo'r bo'lardi. Bu oddiygina mana bularni ham ekib qo'yamiz. Chunki bular ham keyin kerak bo'lar. Va hozir ham kerak bo'lyapti bular. Bu emas ekan. Men narsam mana bumi? Yo, mana bumi? Ha, shu ekan. Mashina narsamni olaman. Voy, qani mana ekib qo'yaman. Va mana bu yerga ham ekdim va ekdim. Endi yana nima kerak? Qani qaraylikchi, bu yerda nimalar bo'lyapti? Yaxshi ketyapti ekan. Yana menda nimalar bor ekadigan? Ko'p narsalar bor ekan. Bu yerda ko'p narsalar bo'lsa yaxshi. Yana ekadigan narsani olaman. Yana ekadigan narsa. Bu desam, ekadigan narsam yana qolmabdi. Mana bunu ham ekib qo'ysam qani. Menda hozir qandaylar bor? Qancha yig'ding sen? 510 yig'ibsan. Senlarchi? Senlar nima yig'ding? Qancha yig'ding sen masalan? Shuncha yig'ishibdi bular. Qani yana yig'amiz. Hey, asalingni bermasanmi menga? Asalingni ber. Berdi. Qani ketdim. Mana bu yer daraxtga gul bor ekan, shuni olay. Ya'ni o'sib qolibdi bu gul. Bu gul o'sibdi. Ana bu gulni ham oldim. Qach endi. Voy, menda rainbow qachon paydo bo'lib qoldi? Qani rainbow? Qani men rainbow? Yo'q-ku. Rainbow paydo bo'lib qolibdi. Rainbow bo'libdimi? Rainbow ochilibdi menda. Ular videomiz tugadi. Hammaga xayr.